yangilik. Bugun yana bitta quyonimiz joy taxlab boshlabdi. Mana Xudo xohlasa ertaga buni shu kun bo'laveradi nasib biz. Joy taxlabdi. Mana joy taxlashini gruppadagilar mana shunday patini yuyiladi-da. Mana shunday qilib joy taxlaydi bu o'zi. Mana o'sha uchun buni отдельно qo'ydim. Joy taxlab boshlaganday oldidagi sherigini oldim. Уже bugun Xudo xohlasa bolalash arafasida Xudoning bergan rizqi. Shunga joyim tor. Mana o'zimizga joyim torligi uchun mana bularni ajrata olmayapman. Shu mana bular ajratish kerak. Shu ko'payib ketgan. Xudoning bergan rizqi. Bularga halol pokiza qarash kerak-da. Xudoga shukr. Mana quyonchalarimiz. Bularni hammasini o'sha ajratish payti kelgan. Ikkita kataklarga qo'yish kerak. Tez rivojlanadi. Bular o'zi hammasi bitta joyga. Joyim torligi uchun mana shunday. Bolalar katta bo'lib qolganda bular o'sha ajratish kerak. Ikkita qilish kerak. Bular hammasi bir oy 45 kunlikda. 45 kunlik quyonchalarim. Hamma onasini bachalarini sotildi, hammasini bitta qilib qo'yganman. Yana ko'payib boshlayapti, yo'qot bolalar yotibdilar. Joyim tor. Mana velikan zotcha. Velikan bolasi mana shu. Nimada zotlari yaxshi hammasini ish qilib beradi. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Mehnatdan qochmayman. Faqat joyim torlik qilibdi.